2023-yildan beri tinmasdan kiprik ektiraman. 2025-yilga kelib sentyabr oyida o'sha kiprik ektirishni batamom to'xtatishga qaror qildim. Kipriklarimni yechib tashlaganimdan keyin yana ektirgim keldi, chunki kipriklarim qolmagandi. Lekin men sabr qildim va qanaqa qilib parvarish qilish yo'llarini izlab topdim. Birinchi navbatda kastorov maslalardan foydalandim. Lekin kastorov masla ko'zimni biroz achishtirardi va undan keyin ko'zim xira ko'radigan bo'lib qoldi. Va yana bitta minus tarafi, kipriklarimda tush turmasdi va teng turmasdi. Uni yig'ishtirib tashladim va izlandim, yana qidirdim, nima qilishni bilmadim. Keyin masamli sivrtkasini topdim. Bu sivritka удобный tarafi har kuni ishlatsangiz bo'ladi. Kunda даже 2 mahal ishlataman men va bo'yanib ketishdan oldin ham surib ketaman. Buni удобный tarafi yog'li effekt qoldirmaydi. To'g'ri, tarkibida juda ham foydali yog'lar bor, lekin prям yog'li effekt qoldirmaydi sizda. Tushlaringiz ham oqib ketmaydi, tenlaringiz ham oqib ketmaydi. Boshqa удобный tarafi mana shu flakonida hidi yo'q. Ko'zni achishtirmaydi. Biz bilan qolinglar, albatta foydaliroq ma'lumotlar oldinda bo'ladi.